Kayfiyat a'lo darajada. Albatta g'alabadan keyin baribir hammamiz xursandmiz, lekin unaqa ko'p xursand bo'lish uchun vaqtimiz yo'q, chunki уже 3 kundan keyin o'yinimiz, tayyorlanishimiz kerak. Xudo xohlasa Eronga qarshi qiyin kechadi o'yin, buni bilib turibmiz, lekin baribir oldimizga maqsad qo'yganmiz va xudo xohlasa g'alaba qozonmoqchimiz. Savolim bor. Eronga qarshi avval ham maydonga tushgansiz. Mana shu uchrashuvda oldindagi bo'lajak o'yinda bizga qaysi faktorlar g'alaba uchun yordam berishi mumkin? Unaqa o'yinlarni kim momentidan foydalanib ketsa, o'sha jamoa g'alaba qozonadi. Bizda imkoniyat bo'ladi baribir. O'sha imkoniyatdan agar foydalansak, xudo xohlasa g'alabaga erishamiz. Eronga qarshi birinchi raqamli jamoa bo'lib o'ynash uchun bugun iste'dodimiz yetarli-da. Murabbiyning rejalari qanaqa? Endi murabbiy uni rejalari bilan men o'rtoqlasha olmayman, lekin sizlarga yetarlimi? Birinchi raqamli bo'lib o'ynaymizmi yoki har doimgidek ikkinchi raqam? Jurnalistlarga aytib. Ya, uni unaqa narsalarni aytib bo'lmaydi, lekin o'zimiz o'yinga rejamiz bor va xudo xohlasa o'yinda ko'rsatamiz. Maydon sifati borasida qilinadi. Bu esa ba'zi ishlarni yo'qqa chiqarishi mumkin. Mazza qildim. Biz Qirg'iz Respublikasiga qarshi o'yindan so'ng oyog'ingizdan jarohat olganingizni ko'rdik. Bu qisman bo'lsa ham tiklandi va sizga xalal bermaydi. Ya, unaqa jarohat deb qo'ymaydi. Unaqa o'rganib qo'yganman. Yiqilgandan keyin ozgina bolyachka deydi, bolyachka bo'ladi, lekin jiddiy jarohat yo'q. Bizda yana 3 ta o'yin bor. Asosan ikkitasi safarda bo'ladi va eng yaqin tahdidimiz Birlashgan Arab Amirliklaridan nisbatan ularni yengilroq. U oldinda turgan o'yinlarga qanaqa fikr bildirasiz? Oldinda unaqa hozir ajratib o'tadigan o'yin yo'q, chunki har bitta o'yin 3 ochko beradi. Har bitta o'yinda maksimal konsentratsiya bilan o'ynash kerak. Xudo xohlasa vazifani bajarish kerak bo'ldi. Kameraga tushdi, kim urgan?